Bir inson kelyapti oldingizda nolyapti. Endi yo'q, bilasan, men qiynalyapman deyapsiz. Sizda muammo emas. Shuni olib chiqib beryapsiz 1 million so'mni shu odamga. Ertaga yana kelib yana nolyapti. Rahmat yo'q. Kelib bilasanmi, o'sha 1 millionni kamlik qildi. Siz 2 million ma deysiz, yana berasiz. U yana boradi, ertasi kuni yana qaytib keladi. Baribir kamlik qildi. Bolamni birdaniga mana bu masalalar paydo bo'ldi. Yana kerak deydi. Yana chiqazib berasiz va har gal bu odam kelaverganida ichingizda nima holat ro'y beradi? Nima bo'ladi ichingizda? Yo'q bo'lib ket deysiz. Bermayman boshqa deysiz. Va keyingi safar kelib yana nolib, bechorani yoqganda aytasiz-ki, uzr, menda yo'q. Men bera olmas ekanman deysiz. Alloh bilan munosabat ham xuddi shunday shakllanadi. Qachonki siz boriga bugun bergan mana shunchasiga qanoat qilib shukr qilishni bilmasangiz va shu aslida juda ko'pligini tushunmas ekansiz, ertaga sizga mana shu umuman yo'q bo'ladi. Mana shu kichkinagina nuqta kengayib, katta masshtabda ko'payib ketishi uchun ichingizdan shukronalik bo'lishi kerak.